Tasavvur qiling, siz savdolaringiz avtomatik bo'lib ketyapti. Hammasi siz faqat pulni sanaysiz. Genialni videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir AI kotibni test jarayoni. Hozir klientga to'liq AI kotib javob beryapti. Buni hozir ChatGPT o'sha yillik obunasini ulab berish xizmati mana shu servisga ulab qo'yganmiz. O'sha xizmat haqida ulab berish qanaqa bo'ladi, narx qanaqa, qancha vaqti bo'ladi, qanaqa qilib ulab beramiz. Mana shu ma'lumotlar hammasi berilgan. Mana masofadan ulash va login parol orqali akkauntingizni login parolini yuborasiz, tezda ulashni amalga oshiramiz. Yoki bittasi AnyDesk orqali. Mana bu yerda AnyDeskni qanaqa qilib uстановка qilish, yuklab olish mumkinligini ham link berib qo'yganmiz, tasavvur qilyapsizlarmi? IDni berdi, IDni qabul qildim, mana bu kartaga endi to'lov olasiz. To'liq mana hammasi bilan AI kotib assistant. Mana shu bot gaplashyapti. Даже to'lovni ham olyapti, tasavvur qilyapsizlarmi? Agar mana shu 99 ming emas, boshqa narx qo'yganda buni qabul qilmaydi. Ko'ryapsizlarmi? To'liq AI kotib o'zi gaplashdi. Bitta zakazni to'liq olib berdi. Kimlardir o'zingning ikkinchi profilingdan yozib uyushtirgansan buni, qaysidir faqat keywordda, ya'ni aynan o'sha kerakli so'zlarni yozib o'zing uyushtirgansan desa, yo'q, unaqa emas. Biz katta kanallarga mana bunaqa reklama berganmiz mana.